Hammaga assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Xo'p, YouTube'da 405 ta bo'ldik. 500 ta qilib qo'yaylik akalar. Papizga anaqa deyishga beringlar. Bugun sizlarga YouTube'da stream qilishni o'rgataman. Ko'pchilik so'rashdi. Buning uchun App Store'ga kirib olasizlar. Recent Live o'rnatib olasizlar. Ana xuddi shu ilovani o'rnatasizlar. Adashib boshqasini o'rnatib qo'ymayman. Xo'p, kirib olasizlar bu mashina ilovaga, xuddi shu ilovaga kirib olasizlar. Keyin bu yerdan Google'ni bosasizlar. Google'ni ruxsat berasizlar. Keyin mana yerdan akkauntingiz chiqadi, o'zingizlarni kirgizib olasizlar. Keyin pastga tushib akkauntingizni ruxsat berasizlar. Buni ham yana bunga ruxsat berasizlar. Разрешение. Xo'p, berasizlar-da. Bunga ham ruxsat berasizlar. Ekran. Keyin bu yerdan 916 ni bosasizlar. Keyin bu yerdan ekraninglarni qarashni to'g'rilasanglar bo'ladi. Katta kichik qilib. Mana shunaqa qilib keyin plus bor bu yerda chat qo'shib qo'ysanglar bo'ladi mana. Tekst ham bor, olasizlar mana bu yerga yozasizlar. Obuna bo'ling. Yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Levoy so'z. Qo'ysanglar ham bo'ladi mana shu yerga. Keyin bu yerdan bambu o'zingizlar короче настройки qilib bo'lganinglardan keyin xo'p ready degan tugmani bosasizlar. Keyin YouTube'ni tanlaysizlar. Keyin tepadagi YouTube rasmini bosasizlar. Keyin yana akkauntingizdan kirgizasizlar. Men o'zim akkauntimni kirgizyapman. Yana ruxsat berasizlar. Mana keyin mana kachesvalari bor. 720 1080 qo'yasizlar agar tinmay bo'lishini xohlasanglar. Xo'p. Bu internetinglarni, Wi-Fi'larni tezligi yana qancha tezligi. Buni maslahatim kamida mana shu 4000 qilishingiz kerak. Agar internetingiz normal bo'lsa 5500 bo'ladi. Men internetim sizlarga bo'lgani uchun mana shu 4000 bo'ladi. FPS 30 qilasizlar 20 to'g'ri turgan bo'lsa. Keyin bitta chiqasizlar. Keyin mana bu ustiga bosasizlar. Yakka yozamiz. Stream nomi bu. Stream test. Bu yoqqa rasm qo'shsanglar bo'ladi. Qo'shmayman hozircha. Rasm qo'shsanglar bo'ladi mana shu yerga. Mana bu yerga короче yozib qo'yasizlar. Telegram akkauntinglarni, Instagramini shu silkasini qo'yib qo'yasizlar mana. Misol uchun mana shunaqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bitga efirda yoqib qo'ysanglar bo'ladi, yoqib qo'yinglar. Xo'p, keyin bitdan auditoriya net qilasizlar pastligini. Mana buni yoqib qo'ymanglar, mana pastiga tursin. Buni yoqqandan keyin sahlanit qilasizlar-da. Keyin mana bu yerda go live chiqadi. O'shani bosasizlar. Xo'p, hozir men bossam streamim ochib, video zapisim ochib qoladi. Keyin bu yerda sizlarda foto turgan bo'lsa, presim live bosib ustiga live qilib olasizlar. Mana o'chib qoladi. O'shani bosgandan keyin avtomatik stream boshlanadi. Keyin translyatsiyadan keyin mana tepada chiqadi streaming.